Assalomu alaykum, Akvarium O'zbekiston qadrli obunachilari. Hop, sizlarga hozir bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Mani noyob baliqlarimdan bittasi. Mana shu akvarium. Mana bu Kalus degan baliq. Goldhead muzi deydi buni. To'liq nomi Altalampralagus compressips Goldhead muzi. Haqiqiy diki baliq. Ya'ni o'sha Afrikani Tanganika orolidan ushlab kelingan haqiqiy diki baliq. Hop, mana bu samkasi. Ko'rdinglar, mana qaranglar, bolalari chiqibdi. Rakushkan ichidan xudo xolisa chiqiy deb turibdi mana. Ko'z tegmasin, mashalloh. Ko'payishdi xudo xolisa. Bolalari mana chiqiy deb turibdi. Mana rakushkan ichiga ko'rasizlar, ikra qo'yganday samkasi. Mana bolalari o'sha chiqiy deb turibdi. Mana otasi bu yoqda boshqa baliqlarni haydayapti qo'riqlab. Kallasidagi tillarangni ko'rasizlar. Bu yillar davomida chiqadigan narsa. Kamida mana shu baliq bir kamida 3 yoshda. 3 yosh yo 4 yosh mana shu baliq. Samkasi bolalari mana chiqiy deb turibdi. Hozir buni biz qo'yib olamiz. Agar bular tarqab chiqib ketib qolsa, mana bu yaramas baliqlar qolganlari yeb qo'yadi bolalarini. Rakushkan ichidan qo'yib olamiz. Ko'ramiz qancha malak chiqar ekan. Kuzatib turinglar. Xo'p, bu jarayon qanaqa bo'ladi? Bu jarayon mana chelay olamiz. Cho'michda o'sha xuddi o'sha akvarium muzida suv solamiz. O'sha rakushkani malaklarni to'kadigan darajada akvarium muzining suvini olib, rakushkani onasi bilan ushlaymiz. Sababi hozir buni rakushkani ushlaymiz, onasi rakushkani chekib ketish kerak. Mana buni qaranglar, mana buni. Siz ko'rmadinglar, ham himoya qilishini qaranglar otasini. Ke. Onasi ham himoya qiladi. Ana. Tishlashini qarang. Tezroq olish kerak. Tezroq olmasa bo'lmaydi. Qoch. Agar qo'linglarni tiqsanglar bormi? Voy. Ne opasniy shu bo'ladi-da. Bu tishi yomon bo'ladi. Mayda tish bo'ladi. Tishlaganda yomon mazani qochiradi lekin. Xo'sh, oldik. Hozir buni to'kamiz. Hop, rakushkamizdan oldik. Endi buni to'kamiz. Bismillah. Maşallah. İchida ozgina adashmasam ochmay qo'yganlari ham bor ekan. Ko'z tegmadi. Shuncha malak tushdi qaranglar. Xolis qolmadi. Mana malaklarimiz. Hammasi shitdi mana. Ichiga to'kmadi. Bularni endi atsadnikka solib o'zimiz boqib, addenni katta qilamiz.